Hozir men bu yerga kelib go'shtlarni yuvib, trakka chiqib ovqat qilmoqchiman. Mana go'shtni yaxshilab yuvib olamiz. O'zbekman, shuning uchun 4 ta bakal kerak edi, o'shani olaman. Hech kim hech narsa demaydi, chunki bu narsalar hammasi shofyorlar uchun. Endi trakka borib, afg'on qozonda ovqat pishiramiz. Bakalim qolib ketmasin. Xo'p, ichiga sos solamiz. Ostrini yaxshi ko'raman. Ketchup enna. Tog'larni qaranglar. Mazzami? Qo'lim zaynatda zoom qila olmayman. Video til bilan tushuntirish juda qiyin. Sizlar uchun ham o'zim kayf qilib qo'ydim. Mana bizda toychoq. Birinchi go'shtlar hammasini maydalab chiqib, marinad qilib, o'zi afg'on qozon shunaqa stilda beef stew qilib pishiramiz. Buni mana bunaqa qilib yopib qo'ysak, trakda yurgan paytim ham o'ynasa ham u ochilib ketmaydi, chunki qaranglar, mana buni ko'tarsa bo'ladi bemalol. Trakchilar bo'lsa, mana shunaqa narsadan olishinglarni maslahat beraman. Bu molni bo'yni, go'sht ushlang deyman. Fucking Zati yiqilmabdi. Bila qo'lingiz ushlangiz anaqa bo'ldi-da, yiqilib tushdi. Bebaraka keldingiz. Shu bet yiqilmaydi, turadi. Bo'ldi bo'sh. Go'sht qo'ldan kelgancha maydalaymiz birinchi, keyin qozonni o'ziga marinad qilib qo'yamiz. Go'shtni muzlatib qo'ygandik. Ozgina joy muzlamabdi, rangi shunga sal o'zgarib qolgan. Buniki hidi, hamma narsasi yaxshi. Mana maydalab bo'ldik, endi marinad qilamiz. Marinadga bizga tuz kerak, tuz qani. Tuz solamiz ozroq. Xo'p, go'sht juda ham ko'p, shuning uchun yarimta qilib marinad qilib olamiz. Keyin mana bunaqa tikka masala hindlarni sousi marinadga normalniy bo'ladi. Bunaqa sassiq ham bo'lib ketmaydi. Amerikada juda ko'p amerikanlar buni iste'mol qiladi. Yana kommentariyani Hindiston bayrog'i bilan to'ldirib tashamanglar. Mana shunaqa ko'k rang bo'ladi. Xo'p, go'shtni hamisha zo'r ta'mini ochadigan narsa bu paprika. O'zbekistonda qizilcha deydi adashmasam. Shundan ozgina emas, qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Mujikchasiga короче. Xo'p, black pepper, murch короче. Turkiyada kaboblarni shunaqa black pepper bilan marinad qilishadi. Oshxonada ishlaganimda bitta brat aytdi. Xo'p, chotki normalniy. Endi qolgan go'shtni solamiz. Go'shtni yoyamiz. Paprika, lolus bargi, ikkita black pepper, yana tuz. Go'sht juda ko'p, shuning uchun ko'p tuz soldim. Endi men bu ham ozgina qolgan. Nimani tushishiga o'xshaydi tushishi. Endi buni aralashtiramiz. Qo'l dabdala bo'ladi, lekin qo'lim toza. Mana marinad qilib qo'ydik, где-то yarim soat turadi. Keyin tagini yoqamiz. Joy yig'ilmagan mujiklar stayli. Endi pastdan afg'on qozonni olamiz. Mana buni bu yoqqa tortamiz. Ichida hamma narsa bor. Afg'on qozonni sekin olamiz. Sirazi ichim ko'rmasdan yopamiz. Bu afg'on qozoni. Buning ichiga hozir go'shtni joylashtiramiz. Buni mana bunaqa qilib yopib qo'ysak, trakda yurgan paytim ham o'ynasa ham u ochilib ketmaydi, chunki qaranglar, mana buni ko'tarsa bo'ladi bemalol. Trakchilar bo'lsa, mana shunaqa narsadan olishinglarni maslahat beraman. Bu bila trakka kecha chiqib, trakchilarga maslahat beryapman. Bu yerdan start tugmasini bosamiz. Bu yerdan beef stew. Go'shtni maydalanib pishishi, короче. Tushonka, da. Maksimal vaqtni oshiramiz. Startni bosamiz. Sekin pishishni boshlaydi. Akalar 1,5 soat turdi. Tekshirib ko'ramiz. Bay nima deyapti? Ta'mi, tuzi, hamma narsasi joyida ekan, yana 1 soatga buni pishirishga qo'yamiz. Mana trak ichida ovqat pishirish mana shunaqa. Hozir qornimiz to'q, xudo xolasa ertaga yeymiz. O'zim ozgina oldim. Bu ovqatni o'z non bilan yeyish kerak, lekin trakda non yeyish вообще xato. Shuning uchun bunaqa
Walmartdan guruch olganmiz, tayyor qaynatilgan. Shunaqa paketlarga solib qo'yiladi. Trakchilar bo'lsa, Walmartda shunaqa narsa sotiladi. Kaloriyasiga qarab olamiz. Buni 90 sekund mikrovolnovkaga solib qo'ysak, uni tayyor olib yesa bo'ladi. Ustiga go'shtchadan qo'shib, ha. Tak, bu yerda mikrovolnovka ham bor. Ichini ochamiz. Qo'yamiz. Только tiqtagan 90 sekund. 30, 60, 90. Tak, buni ichini qaranglar. Dahshat tushonka bo'ldi, hidi ham dahshat chiqyapti. Bey deydigan joyi shu. Trakda mana shunaqa holatda pishirdik.